Nazır kul aka shu bugun Mavlud sahib ko'p yaxshi nima qilmadimi, tabliq qilmadimi? Ko'p yaxshi tabliq qildi. Mana shu ro'zani borasidan ko'p yaxshi gaplarni Bavar qiling. Aya eshitdim, bu qarab ta'tilga aytadi-ku, ro'za olsa qancha savobi bor ekan. Ana Qur'onni o'qisa necha barobar savobi bor ekan dedi. Bolalaringni mollaga jibatinglar deydi. Tushuningiz? Ana bu yerda tavba qilsangiz, o'sha zakot bersangiz ekan, qancha badir savobi bor ekan buni. ro'zani ko'p mahkam gaplar. Bakın şu fazla ro'za o'qiyman. Huzrat Xudovan ekan qarang. Odam shunga amal qilsan, ha? Boyat namoz o'qisa, boshqa namozdan qolmasa, Namoz o'qisa, namozdan qolmasa baxay. Xususan shu bachchalarni mollaga jibatadi, bachchalarni boyat mollaga jibatsa, mayda machalim, boyat Qur'on xon bo'lsa, Qur'on o'qisa. Yaxshi bo'ladi. Men bir bozorga qarab boray, bu bozor vaqti bozor edi. Yercha mana nima rasmiga? Men bir boray, mardim qarab ko'p kelyapti, kam kelyapti, bir boray. Yaxshi bilan bor ekan, men o'ylab kelaman, bor ekan. Voy. Meli? Turka oğlum. Halem ishga borgan jo'qsiz sen? Endi jadisama tarbayib olam. Hey. Halem borganing jo'q ishga? Men kunimni urdi. Kim urdi? Men sab bormayman. E? Mollaga boraman. Mollaga borasan? Mardim mollaga bordimi bo'lsan borasan? Do'stma to'lini qara. Bir qarish bolasi bor, bu yerdan oqshomga 300-400 peshlab keladi. Sarak to'ldirib olsanmi qaysi? Mardimga yelan, jila. Otam yo'q-da. Mardim urdi. Yelanmasang uradi-da. Men senga tundan komila o'rgatdimmi? Endi bu yosh qasanga men borib ishlayman, tunani qo'yganimda. Turka, bor bolam. Turka, ol ani beringni ol. Bor. Oyindalar yotanglar. Hey, Bemaka, quloq sol. Yelangni o'rgataysan-a? Naparni ko'rasan nima odamda? Tikka tormashqan. Taqajon otam yo'q degan, yenam yo'q, ketigan jilam sirag'in. O'ra, hamma keladi mardimda. Tunaga vaqt qismga 20 marta berib, bir tushning jilam sirag'in qarab berib yubormam. Tushuning? Otam yo'q degan, yenam yo'q degan. Darba degan o'shadan uyli kattasi men o'zim degan. Qamagan. Ana shuni bir ikki nima qilib alamsiragan jila qilmish ko'zlarini keti josh kesib. Tavakka o'rgataysan. Bu ro'zani ko'r, nimani ko'r, men borayman endi. Sen ko'zasan bolam. Bor suvingni demagan. Bor. Oynalar yotasidan borg'in yaxshilab ishlab kelgan olay. Uning 4 ta o'lim bo'lsa jibersam o'qla. Kuniga 200 ishlasa 200 rupiya bo'ladi 4 ta o'limga. Borga shukr. O ishlasa bu ketijati bilan aslan. Nima deding o bacha? Uraman qopoq bilan o'ylaysan, bor anaqa jo'qal.
nima deysan? 10 lira bering. Ey barpadar sen ish tarbiya berganingga alat. Tika qilding odamni qarib bu. Sen ota-ona bormi yo'qmi bu ro'zachilikka odamni qarib darbadar qilsang edi, hujji qilib g'alani arqa tushib kelsam qanday bo'lgichadi? Otam joq, yanam joq 10 lira bering. Mana unagun uylaringga ketdik, hech kim damiga bir raqam ko'tarsikil damiga chavob berma. Xudoni betini ko'ringizlar, bal yo'zi xudo. Bachlarda ishlatmangizlar, qo'yingizlar. Qilmangizlar sevishni, yaxshi emas. Zulm qilasizlar. Bolaga jibatingizlar, dars o'qisin, shular topgan pashasi nima bo'ladi sizlarga?